Animatsiyani 12 ta qonuni bor. Bugun sizlar bilan ikkinchi qonuni harakatga tayyorlanishni o'rganamiz. Har bitta harakatni kuch darajasi bor. Kam, o'rtacha va kuchli. Bu qoida harakat kuchini ko'rsatish uchun ishlatiladi. 3 ta misol qilsak. Birinchi misol, qoidasiz turgan joyda sakradi. Qoida bilan sakrashdan oldin egildi. Ikkinchi misol, qoidasiz turgan joyida urdi. Qoida bilan urushdan oldin urushga tayyorlandi. Uchinchi misol, qoidasiz. Qoida bilan urushdan oldin qo'lini orqaga tortib, keyin urdi. Harakatga tayyorlanish qoidasi ko'pincha harakat bo'layotgan tarafga qarama-qarshi holatda chiziladi. Qaysi vaziyatlarda qo'llaniladi? Harakat kuchi qanchalik ko'p bo'lsa, bu qonun ham shunchalik ko'p bo'ladi. Harakat kuchi kam bo'lsa, bu qoida deyarli sezilmaydi.